domla qimordan yutib ihson qilsa bo'ladimi? Yo'q. Innalloha tayyibun yuhibbu innalloha tayyibun la yaqbalu illa tayyib degan hadis bor. Alloh taolo pokiza zotdir va faqat pok narsani qabul qiladi. Bir odam o'g'irlik qilar ekan. O'g'irlik qilib ihson qilar ekan. Shunda bir imom, nimaga bunaqa qilasan desa, men Alloh bilan savdolashaman debdi. Qanaqa savdolashasan? Alloh taolo bitta ihsonga 10 ta savob deganmi? Ha degan. Bitta o'g'irlikka bitta gunoh deganmi? Ha degan. Men bitta o'g'irlik qilib, bitta gunoh ishlayman. Ihson qilganimda 10 ta savob olaman. 9 ta savob menga qoladi debdi. Desa imom aytgan ekanki, Alloh taolo faqat pokiza narsalarni qabul qiladi. Sen bitta o'g'irlik qilganingda bitta gunoh qilyapsan. Ihson qilganingda biror dona savob yo'q, Alloh qabul qilmaydi. Bu joyda sen 1-0 yutqizyapsan degan. O'g'irlik, harom xarish, bunga o'xshagan narsalar bilan ya'ni ihson qilib bo'lmaydi. Balki ihson qilib savob olaman desa, dindan ham chiqib qoladi. Qo'lingizga harom pul tushib qolsa, undan qutulish kerak. Uni ihson qilib olish kerak emas. Qimordan yutib oldingiz, nimadir qimor o'ynadingizda, kallangiz aynib. O'sha pulni ihson qilib olaman desangiz, odam kofir ham bo'lib qoladi. Nimaga haromni savob deyapti-da? Bitta e'tiqod masalasi bor.